Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Men yana mana har doimgidek Sergeli dehqon bozorida Areshka Rustamjonni oldilariga keldim. Nimaga desanglar, mana men bu Allato siropi, Allato siropi, menda jirovi gepatoz bor, fibroz jigar qotishim bor. Buni men juda maqtovni eshitdim-da. Assalomu alaykum xojona, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Qaranglar. Mana xojona, mana shu o'sha oltin medalga sazovor bo'lgan Allato mahsuloti Mehrigiyoniki xojona. Mehrigiyon Allato mahsulotlari eng sifatli, juda ham hozir hamma shuni ichganda duo qilishyapti. Xullas qarang xojona, jirovi gepatozga, jigardagi yog'larga, tiqilmalarga, gijjalarga, даже gijjani qopi bilan tushirib berar ekan. Keyin qonni yaxshi tozalab beradi. Даже tromplaga ham juda ham yaxshi narsa. Keyin ozdiruvchi, juda ham zo'r, tez ozdiruvchi xususiyatiga ega. Rizq foydali narsa. Abu Jahl tarvuzi, papayani sharbatlari xojona. Xudo xohlasa sizga bittasini berib o'zingiz ham ichasiz, duo qilasiz xojona. Xo'pmi? Obunachilaringizga ham keyin aytasiz rezultatini o'zingiz. Aytaman. Xudo xohlasa. Xojonaning jirovi gepatozlari bor. Xudo xohlasa ichanlar, etsalar ham etanlar. O'sha Allato, Mehrigiyon Allatosi endi bizada ham bor. Aloqaga chiqinglar xojona. Mana o'zingiz ham ichasiz, xudo xohlasa. Xohlasa mana kelinglar, profil bilasizlar.